Assalomu alaykum sizlar. Geometriyadan mana bu ajoyib misolni yechimini ko'ramiz. Bizga A, B, C, D to'rt burchak berilgan. Y nuqta A, B ni o'rtasi, D, C ni o'rtasi, G nuqta F, A, C diagonalning o'rtasi, H, A, B diagonalining o'rtasi bo'lsa, hamda A, D ga B, C ni qo'shsak 36 bo'lsa, bizdan so'rayotgani Y, F, G, H to'rt burchakning perimetrini topishimiz kerak. Perimetr topishimiz kerak. Xo'sh, endi buning uchun nima qilamiz? Birinchidan qaranglar. A, B, D uchburchakka qaraydigan bo'lsak, mana bu A, B, D uchburchakda Y hamda mana H nuqtalar yon tomon o'rtalari bo'lgani uchun YH kesma o'rta chiziq bo'ladi va AB tomonni A deb belgilasak, mana shu AB tomonni yarmiga teng bo'ladi, o'rta chiziq bo'lib. Endi A, C, D uchburchakka qaraydigan bo'lsak, A, C, D uchburchakda F hamda G nuqtalar yon tomon, uchburchak yon tomon o'rtalari bo'lgani uchun FG kesma ham o'rta chiziq bo'ladi va A ning yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni A taqsim 2 bo'lib qoldi. Endi B, A, C uchburchakka qaraydigan bo'lsak, o'rtoqlar, B, A, C uchburchakda E va F nuqtalar uchburchak yon tomon o'rtalari, shuning uchun EF kesma o'rta chiziq bo'ladi. B, C ni B deydigan bo'lsak, bu o'sha B ni yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni asos yarmiga teng, o'rta chiziq. Endi B, D, C uchburchakka qaraydigan bo'lsak, B, D, C uchburchakda H hamda G nuqtalar yon tomon o'rtalari uchburchakda, demak H, G kesma o'rta chiziq va asos B ni yarmiga teng bo'ladi. B taqsim 2. Demak buning perimetri A taqsim 2 plus B taqsim 2 plus A taqsim 2 qo'shilgan yana B taqsim 2. Demak jami perimetr bo'ladi bizda A plus B. A plus B esa bizga 36 ni beradi. Demak bu to'rt burchak perimetri 36 ga teng.